Xayrli kun qizlarjonlar, bugun man sizlarga baliq kotletini pishirib tayyorlab obzor qilib ko'rsatmoqchiman. Ko'rib turganlaridek baliqni yaxshilab yuvib, ichlarini tozalab, kesib, ikki yon suyachalarini, patlarini kesib oldim. Ko'rib turganlaridek video orqali kuzatsalaring qanday pishirishimni ko'rib borasizlar. Va uni yaxshilab 2-3 marotaba misorovkada chiqardim. Chopper или blender orqali chiqarsalaring ham bo'ladi. Yaxshilab uni chiqarib, xohlasalaring suyalarini ajratib olsalaring ham bo'ladi. Men mayda baliqligi uchun suyalarini ajratmadim. Xohishga ko'ra kartoshka va piyozlarni ham misorovka orqali chiqarib olasizlar. Ko'rib turganlaridek 4 ta tuxum, murch, tuz solib yaxshilab aralashtirib va ozgina xolodilnikka qo'yamiz. 10-15 minut turgandan keyin mana layhaf orqali qavirsalaring bo'ladi. Qavurgandan so'ng kartoshka fre или pure orqali chiroyli dasturxonga qo'ysalaring bo'ladi. Meni kuzatishga davom etinglar va like, podpiska bosishga unutmanglar. Ko'rishguncha xayr.